Assalamu alaikum, hürmetli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi İftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hürmetli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyg'ur Qurultayı tarafidan uyushtirilgan Şinjan saqchi hujjatlarida oshkorlangan ichinishli ko'rinishlar asos qilingan va Xitoyning Sharq Turkiston irqiy qirg'inchiligi va jinoiy qilmishlari namoyon qilingan cho'ng tipdagi rasm ko'rgazmasi bugun Yani 19 iyun günü tushdan burun Chexiyaning poytaxti Prag shahrida rasmiy boshlandi. Amerikaning Chexiya bosh elchixonasining yaqinda moslashib berishda boshlangan bu qitimqi rasm ko'rgazmasi 21 iyun kunigacha butun kun davom qiladi. Dünya Uyg'ur Qurultayı ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovuddin, Qurultay fondining raisi Abdujalil Ahmad, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin va Qurultay yoshlar komitetining mudiri Erkin Sunlardan tarkib topgan Qurultay heyeti ko'rgazmaga kerakli bo'lgan aslahalarni elib 18 iyun kechda Germaniyaning München shahridan avtomobil bilan Prag shahriga yetib kelgan edi. Bugun saharda ko'rgazma maydoniga kelib tayyorliklarni boshlagan Qurultay heyeti Qurultayning Pragda turishliq alayda vakili Evita xonimning yordamlashishi bilan Prag vaqti tushdan burun soat 10 da ko'rgazmani rasmiy boshladi. Ko'rgazma 3 kun bo'yicha har kun tushdan burun soat 10 dan 17 ga qadar davom qiladi. Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Ayso apandim 20 iyun kuni Prag shahriga kelib Qurultay heyetining faoliyatlariga qo'shiladi. Qurultay heyetining bu qitimqi Chexiya ziyorati munosabati bilan Chexiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida muhokama yig'ini o'tkaziladi. Shundaqla Amerikaning Chexiyadagi bosh elchixonasining sohibxonligida Pragdagi Amerika sarayida bir qism diplomatlar, parlament va hukumat a'zolarining qatnashishida Uyg'ur masalasi haqida suhbat yig'ini o'tkaziladi. Bugun Pragda boshlangan rasm ko'rgazmasi maydonidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Turg'unjon Alovuddin, Abdujalil Ahmad va Zumratay Erkinlar bu qitimqi ko'rgazma haqida ma'lumot berib, tovankilarni bayon qilishdi. Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar va dunyoning har yeridagi Uyg'ur do'stlari. Mana bugun biz o'tgan yil boshlagan Yevropa davlatlarining poytaxtlarida o'tkazilayotgan irqiy qirg'inchilik ko'rgazmasining 5-sini bugun Çek poytaxti Pragda boshladik. Bundan burun Berlin, Bruksel, Ceneva ve Viyana qatorliq poytaxtlarda o'tkazgan to'q. Yani bu bugünkisini Çek Cumhuriyeti'nin poytaxtida boshladik. Çek Cumhuriyeti bilisizlar, bularni o'z vaqtida Sovet hokimiyatining kommunist hokimiyatining ağır zulmga uchragan xalq, sonra bularni erkinlikni yaxshi ko'radigan xalq bizni yaxshi qo'llab-quvvatlab bizga shunday shahar markazidagi o'rinlarni berib, yaxshi ko'rgazma qilishimizga, Uyg'ur tilini anglashimizga, Uyg'urlarning tortayotgan dard ahvolini xalqaroga anglashimizga fursat yaratib beryapti. Shuning uchun oldi bilan shu Cumhuriyeti davlatga va xalqiga rahmat aytamiz va Dünya Qurultayı başlayan bu ko'rgazmaning qalbidagi natijalar bo'lishini Allohdan tilaymiz. Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Xitoy tajovuzchilari 1949-yilda vatanimiz Sharq Turkistonni besilib ishg'ol qilgandan keyin izchil turda vatanimiz Sharq Turkistonda xalqimizga irqiy qirg'inchilik yurgizib kelmoqda. Ba'zi vaqtida shiddatli va ba'zi vaqtida asta. Şu cümleden 2014'ten başlayan bu irqiy qirg'inchilik, bu zulüm 2017'deki vaqtida rasmiy irqiy qirg'inchilikqa va lagerlarga insonlarni, xalqimizni so'lab qatlam qilish rasmiy boshlandı. Bu 2021 yildagi London Uyg'ur sud kollegiyasininki bir taraf qarori chiqqandan keyin Yevropa davlatlaridan 9 davlat Sharq Turkistonda Xitoyning elib berayotgan bu zulm siyosatini irqiy qirg'inchilik deb tunigan bo'lsa-mu, bir qism davlatlar irqiy qirg'inchilik deb tunimadi. Bu Chexiyaninki biz turayotgan mana bu rasm ko'rgazmamiz qilayotgan bu davlat shu irqiy qirg'inchilikni tunigan, e'tirof qilgan davlatlarning birisi. Bu davlat hukumat hamda buni irqiy qirg'inchilik deb tunigan bo'lsa-mu, xalqlarning hammasi bu masalani to'liq tushunib ketmagan bo'lganligi uchun, tushunmagan bo'lganligi uchun bu yerda yashaydigan xalqlarga tunitish Xitoyning shu tajovuzchi, ishg'olchi Xitoylarning zulmini, qirg'inchiligini
bu Yevropa davlatlarga, Yevropa xalqiga to'ntish uchun bu rasm ko'rgazmasini qilyapmiz. O'tgan yil boshlagan bu ko'rgazma davomlashyapti. Mana bu Chexiya poytaxti bu yerda 3 kun bu rasm ko'rgazmamiz davomlashadi. Shu rasm ko'rgazmasi qilish orqali shu Xitoyninki bizga qilayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyo jamoatchiligiga, xususan shu Yevropa xalqiga bizning Xitoyning bizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilmayotgan davlatlarga e'tirof qildirish, hukumatlarga anglatish va xalqlarga to'ntish maqsadida biz bu yerga kelyapmiz. Qo'limizdan keladigan har qanday bir faoliyatlarni qilishga mana Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lishimiz bilan tayyor turibmiz. Barliq qarindoshlarimizninki shunday faoliyatlarni xususan Urumchi qirg'inchiligi 7-oyning 5-kunida kelyapti. Bu namoyishlarga aktiv bilan qatnashib, o'zimizningki faoliyatni davomli jonli tutib menishimizga xalqimizni tavsiya qilaman. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Biz shu ko'rgandek Şinjan saqchi hujjati chiqqan yoki Yevropadagi nurg'ungan shaharlarning shu rasmlar bilan ko'rib chiqdik. Rasmlarni ko'rgazma qilib chiqdik. Yana Jenevada qildik, Brükselda qildik, Berlinda qildik, Viyanada qildik, endi yana Chekning poytaxti Prag ve München, elbette München'de okuduk. Bu bizning bu yerda Prag kelishimizning sababi bu bo'lgan bilan yana boshqa qismli faoliyatlarimizni va ertadan boshlab parlamentga ko'rishlarimiz bo'ldi. Parlamentdagi senatning a'zolari bilan, parlament a'zolari bilan. Chunki Pragdagi bu odamlar bo'libmi parlament senator, hukumat odamlari Uyghur irqiy qirg'inchilikni intayin jiddiy qarorlarni chiqargan. Pragning shu parlamentimi Yevropaning eng birinchi navbatda Uyghur irqiy qirg'inchilikni qo'llagan parlament bo'lsa-mu, shu Chekning parlamenti. Shunga bu yerdagi parlamentning shu odamlarimi intayin muhim. Ondan sonra elbette matbuatlarını görüştüğün işimiz buldu, ziyaretlerini kılımız hem etikleştirme Amerika Center'da yeni bir söhbet programımız bulmakçı. Şuna fakat hükümetin adamları bilen emez, şu Çek halk bilen matbuat arkalı ya başka faaliyetler arkalı mı bu özümüzün meselesini yaxşı tanıştıralayız. Bu bizden en hakiki emez Prag'ın erkeğin kelip duruatını şuna bunun için halklarını çıkrak şu sipimizde silip koşup şu meseleni bula arkalı anlatışa çalışırız. 7. navbatlik Xitoy Germaniya savdo suhbatiga qatnashish uchun 18 iyun kuni Berlinga yetib kelgan Xitoy bosh ministri Li Qiang Germaniyaga 3 kunlik rasmiy ziyoratini boshladi. Germaniyaning siyosiy sohasida va matbuotlarda Xitoy Germaniya munosabatlari haqida jiddiy talash-tortish yuz berayotgan bir paytda Xitoy bosh ministri Li Qiangning bu qitimqi Germaniya ziyorati Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Germaniyadagi har qaysi kishilik huquq tashkilotlarining qattiq noroziligiga uchradi. Bo'libmi Amerika tashqi ishlar ministri Blinkenning Xitoy ziyorati boshlanishidan bir kun burun Xitoy bosh ministri Li Qiangning Yevropadagi eng chong savdo sheriki Germaniyani ziyorat qilishi kuzatuvchilarning zo'r diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Germaniya matbuotlari Xitoyning iqtisodiy kuchidan foydalanib kommunistik ideologiyani dunyoga yeyish va rayon xarakterlik zo'mgar davlatga aylanish bilan ayblamoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va kishilik huquq tashkilotlari Germaniya bosh ministri Olaf Scholz apandidan Xitoy bosh ministri Li Qiang bilan ko'rishganda Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarni nazardan soqit qilib o'tmaslikni va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish haqida Xitoyga besim ishlatishni talab qilishdi. Li Qiangning bu qitimqi Germaniya ziyoratining oxirgi bekiti Germaniya iqtisodining taxminan yarımga yaqinroqini tashkil qiladigan eng boy shtati Bavariya bo'lib, 20 iyun kuni Bavariya shtatining bosh ministri doktor Markus Söder München shahridagi rezident sarayida Li Qiangni kutilish murosimi o'tkazmoqchi. Bu munosabat bilan markaziy organi München shahridagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Yevropa Sharq Turkiston birligi va Ilhom To'xtini qo'llash guruhi qatorliq tashkilotlarimiz Xitoy bosh ministri Li Qiangni qarshi olish murosimi o'tkazilgan rezident sarayining oldida mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka qarshi norozilik namoyishi o'tkazishga tayyorlanmoqda. Namoyish Li Qiangni qarshi olish murosimi boshlangan kech soat 17 dan 22 gacha davom qiladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon va Ilhom To'xtini qo'llash guruhining raisi Anvarjon apandi
kunlar stansiyamiz orqali Germaniyadagi, jumladan Myunxendagi Uyg'ur jamoatiga xitoban qilgan so'zlarida ularni 20-iyun kechda o'tkazilgan bu ahamiyatli namoyishga aktivlik bilan qatnashishga chaqirdi. Kişilik huquqni kuzatish tashkiloti Amerika tashqi ishlar ministri Blinkenning Xitoy safari haqida bayonot e'lon qilib, uning Xitoy ziyoratida kişilik huquqni oldinga o'rin qo'yishini, bo'libmi uning Xitoy doiralariga Amerikaning Sharq Turkistondagi vahshiylik jinoyatiga qarshi xalqaro tekshirish olib berish, Beijingni javobgarlik tortish irodasini ko'rsatishni talab qilgan. Kişilik huquqni kuzatish tashkilotining qayd qilishicha, Blinken 19-iyun kuni olib berilgan Xitoy ziyoratida kişilik huquq andishlarini ziyorat kun tartibining oldinga o'rin qo'yish kerak ekan. Antony Blinken 2018-yildan beri Xitoyni ziyorat qilgan tunji Amerika tashqi ishlar ministri bo'lib qoladi. Uning Xitoy ziyaratining asli bu yil 2-oyda olib berilish planlangan bo'lsa-mu, lekin bir Xitoy josuslik sharining Amerika havo boshlig'iga kirib josuslik qilish sababidan kechiktirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Blinkenning ziyaratidan burun 14-iyun kuni Kişilik huquq kuzatish tashkiloti va Uyg'ur tashkilotlarini o'z ichiga olgan 42 tashkilot uningga xat yozib, Blinkenning ziyoratda Xitoy, Hong Kong, Tibet va Sharq Turkistonning kişilik huquq masalalarini o'tirib qo'yishini talab qilgan. Kişilik huquqni kuzatish tashkilotining bayonotida bu tashkilotning Osiyo ishlari direktori Sofiya Richardson, tashqi ishlar ministri Blinken Beijingdagi ziyaratidan yaxshi foydalanib, Amerika Xitoyning haqamsaylarga Xitoyning Xinjiangdagi vahshiylik jinoyat to'g'risida xalqaro tekshirish olib berish va'dasini uqtirish kerak degan. Uning ko'rsatishicha, Biden hukumatining Xinjiangdagi Xitoy hukumatining ziyonkashlikka uchragan millionlagan kishilarni, shundaqla xalqaro organlarning Beijingni javobgarlik tortishni qo'llaydiganligini namoyon qilishi intayin muhim ekan. Amerikadagi Mandiant tor bexatarlik shirkati dunyoning har qaysi joylaridagi hukumat va xususiylarga oid yuzlagan tor bekatlarining Xitoy tor josuslarining hakkerlik hujumiga uchraganligi, Xitoy davlatining qo'llashiga erishganligidan gumon qilinayotgan tor hakkerlarning bu torlarga kirishda bir ommaviy ilxat aloqasi adresining bexatarlik bo'shlig'idan foydalanganligini bildirdi. Mazkur tor bexatarlik shirkatining 15-iyun e'lon qilgan dokladida qayd qilishicha, Xitoy tor josuslari hakkerlagan bu torlarning 3dan 1 qismi tashqi ishlar ministrliklarini o'z ichiga olgan hukumat torlarini tashkil qildi ekan. Birlashma agentlikning xabar qilishicha, Mandiant shirkatining bosh texnik ishlar mas'uli Charles Carmichael bu qatmi hakkerlash harakatini bu 2021-yilning boshlari Microsoft almashtirish yumtalini ishlatib keng ko'lamda elib berilgan hakkerlash harakatidan buyon Xitoy hakkerlar tarafidan elib berilgan eng chong ko'lamlik tor josuslik harakatidir degan. Google shirkatining igdorchiligidagi Mandiant 15-iyun o'zining blogida e'lon qilgan bir yozmada hakkerlar guruhining Barakuda torining ilxat bexatarlik eg'izligi yumshoq detal yo'chqidan foydalanib, Xitoy Xalq Jumhuriyatining qo'llashida josuslik faoliyati bilan shug'ullanganligiga ishonch komil ekanligi bildirilgan. Mandiant shirkati Xitoy davlatining qo'llashidagi hakkerlarning harakati o'tgan yil 10-oyning boshlarida boshlanganligini aytgan. Mandiantning aytishicha, hakkerlar nishondagi o'rinlarning tor aslarlarga va sonliq ma'lumot omborlariga kirish uchun virus qachilangan ilxatlarni yo'llagan. Virus yo'llangan o'rinlarning 55% Amerikada, 22% Osiyo Tinch okean rayonida, 24% Yevropa, O'rta Sharq va Afrikada bo'lib, bu Sharqiy Janub Osiyo ellarining tashqi ishlar ministrliklarini, Tayvan bilan Hong Kongning savdo va ilmiy tadqiqot organlarini o'z ichiga olgan ekan. Barakuda bu oyning boshlari o'zlarining bir qism ilxat bexatarlik jihozlarining o'tgan yil 10-oyda hakkerlanganligini e'lon qilgan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.